Chilonzor tumanida jami 55 ta mahalla bo'lib, tadbirkorlardan tushgan murojaatlar bo'yicha mahalliy yettilik bilan hamkorlikda joyiga chiqqan holatda nomma-nom mahallabay, korxonabay, sohabay tahlil qilib, ularning muammosi joyida bartaraf etib kelinmoqda. Bugun soliq sohasi bo'yicha kelib tushgan murojaatlar asosida joyiga chiqqan holatda tadbirkorlar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazdim. Ularning masalalari, muammoli vaziyatlarini joyida hal qilish choralari ko'rildi. 1-iyundan boshlab yagona QR kod o'rnatmagan tadbirkorlarga QR kodlarni olishda amaliy yordam berildi. Xolis paynet bo'yicha ishlamayotgan platformalarni OneID orqali o'chish bo'yicha ko'mak ko'rsatildi. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlariga legallashtirish, ijara shartnomalari, xolis platformalari va yagona QR kodlar bo'yicha tushuntirishlar berilib, amaliy yordam ko'rsatildi. Shu bilan birgalikda yashirin iqtisodiyotni oldini olish maqsadida soyadagi tadbirkorlikni soyadan chiqarish, soliq tushumlarini oshirish bo'yicha parallel ravishda ishlar olib borilmoqda.